Telegram guruhiga yangi insonlar qo'shilyapti. Bu yaxshi. Yaxshi yo'nalish, yaxshi harakatlar. Mana Akey taxallusi bilan qo'shilibdi. Andijonlik bilan deyapti, tug'ilgan joyi bo'lsa kerak Andijonlik. Birinchidan ko'p takliflar kiritibdi, fikrlar beribdi. Bunday taklif, fikrlar berishdan oldin inson o'zining ismi sharifi bilan, otasi, onasi, dodasi, bobosi qo'ygan ismi sharifi bilan kirish kerak. Bu guruhga qo'rqoqlar kirmasligi kerak. Qo'rqmaydigan odamlar o'zining ismi sharifi bilan kiradi. Ismini yozolmagan, ismi sharifi bilan kirmagandan ne umid? Yoki uning taklifidan, tavsiyasidan nima umid? Endi asosiy masalaga. Bu yigitmi, qizmi, yoshi katta, erkagi, ayolmi aytayapti. Bir nechtasini familiyasini aytayapti, o'shalar taklif qilsa bo'lmaydimi deb. Nima, biz to'y qilyapmizmi, osh beryapmizmi ularni taklif qilib? Shu O'zbekiston vatan bitta, xalqning taqdiri bitta. Shu vatan deydigan, xalqim deydigan, adolat yo'lida xizmat qilaman, zulm zo'ravonlikka qarshi kurashaman deydiganlar o'zi keladi. Nima bu partiya, birortani partiya, bu xalq partiyasi. Tuzilish kerak. 2 marta tuzganmiz. Bu yigit yoki qiz bolami Akey taxallusi bilan aytayotgan, shu 2 marta partiya tuzganimizga shu nomini aytayotganlardan yoki mana bu ijtimoiy tarmoqlarda joz siyosatshunoslikni boshqalarning nazariy jihatdan o'sha bilimlar beradi. Yaxshi. Birortasi kelib qo'shila olganmi? Qo'shila olmaydi, qo'rqadi. Gap boshqa, amali boshqa. Gapni hamma gapirish mumkin. Lekin amalda ishni o'sha so'zi bilan amali bir sanoqli odamlar qiladi. Birinchidan o'sha yerga familiyasini keltirib qo'yibdi. Palonchada birinchi raqamda yozib qo'ygani. Sarvar Usmon Ozodlikdagi bir suhbat qilganda aytuvdi. Partiyaga birlashish yoki partiya tuzish niyatingiz bormi deganda yashashni xohlayman devdi. Demak, partiya tuzish yoki partiyaga birlashish o'lim deb qaraydi bu yigit. Partiya tuzsam yoki partiyaga birlashsam o'lib ketaman deb qaraydi. Yo'q, men yashayman deydi. Mana ketinkilari yoki mana Kunuzda, Fikratda, boshqa joylarda nazariy jihatdan yaxshi. O'sha ilm beradi, fikr beradi, g'oya beradi, xalqni yaxshi. O'sha Platondan tortib Montesquieu hammasini, g'oyasini, fikrini, liberalizm va hammasini beradi. Yaxshi. Lekin qani o'zi amalda ular? Amalda nima ish qilyapti? Mana amalda aytib qolishadi, men eshitib turaman. Yo deydi, erkin, adolatli bir jamiyatni biz ko'rmaymiz deydi. O'zi endi 40 ga kirgan bo'lsa, bizdan keyingi avlodlar o'sha ko'rishi mumkin, biz ularni tayyorlashimiz kerak. Bu qanaqasiga pessimistik. Qisqa vaqtda biz mana shu erkin, adolatli davlatchilikni jamiyatni barpo qilamiz deb biz mana 3-marta partiya tuzishni e'lon qildik. Jamoatchilik tayyor bo'lsin deyapmiz. Endi bu yigit Akey taxallusi bilan, yigitmi, qiz, ayol kishimi, qiz bolami bilmadim, maslahat beribdi. Yana aytaman. Birinchidan, maslahat taklif kiritadigan odam ismi sharifini qo'yadi. Siz ismi sharifingizni qo'yishga qo'rqib turgan bo'lsangiz, sizning taklifingizni nechtanga chaqalik ahamiyati bor biz uchun. Endi yana bitta yo'lni sinab ko'rish kerak deyapti. Boshqa odam partiya tashkil qilsa, umuman boshqa odamlar bilan keyin bu guruhdagilar o'sha partiyaga a'zo bo'ladimi deb. Bu nima bu? Fitna. Qani haqiqiy xalq partiyasini, haqiqiy tom ma'nodagi muxolifat partiyani tuzaman deb qani chiqsinchi? Chiqolmaydi bittasi ham bu mamlakatda hozirgi vaqtda. Bizdan boshqa chiqolmaydi. Chiqsa chiqar edi, biz 7 yildan beri kelyapmiz.
Hatto bizni tarkimizga kelib qo'shilishdan qo'rqishadi-yu. Ikkinchidan, biz mana shunday hukumat bilan ochiqchasiga maydonda qat'iyat bilan qanday kurashib kelyapmiz? Maydonda kurashib kelyapmiz. Barcha tish tirnog'i bilan barcha kuchlatar tuzilmalarini, militsiyasini, dubinkasini, pistoletini, avtomatini, turmasini, sutlarini, hammasini, DQQ'si, MQQ'si hammasini tashlagandan biz maydonda turibmiz. Chekinmaganmiz. Bundan keyin ham bizni hech kim chekintira olmaydi. Partiya biz o'zimizga bog'liq barcha ishlarni qilib kelyapmiz. Tashabbuskorlar soni kerak bo'lsa 1000 nafardan kam emas. Tashkiliy qo'mita necha martalardan tuzdik. Ro'yxatlarini qo'rqmasdan Adliya vazirligiga, hukumatga beramiz. Mana yetakchisi bu, a'zolar mana bunaqadir. 100 nafarlab. Qancha mana 2 marta ta'sis siydlarni o'tkazdik. Mana bizning qarorlarimiz deb. Mana bizning dasturimiz, mana bizning nizomimiz deb turibmiz. Mana bizning bosh dasturimizda bosh maqsadimiz qonuniy yo'l bilan erkin saylovlarga erishish, halol, raqobatli saylovlarga erishish orqali hozirgi yakka hokimlik tuzumini faoliyatiga nuqta qo'yish, chek qo'yish deb programmamizga yozib qo'yibmiz. Odamlar aytishdan. Shuning uchun u hamma chiroyli gapirayotganlar ham ijtimoiy tarmoqda, fikratda, kunuzda, unda bunda chiroyli gapirayotgan o'sha siyosatshunosmi, bosh iqtisodchimi, boshqami, u hammasi ham gap boshqa, u amal boshqa. Amalga bittasi ham o'tilmaydi. Mana meni gapimni hamma tomonga tarqasa yanada yaxshi bo'ladi. Birortasi amaliy ishga o'talmaydi. Gapdan nariga o'talmaydi. Hammasi qo'rqoq. Hayotini ustun qo'yadi. Bu partiyaga birlashuvchilar xalq taqdirini ustun qo'ygan. Hayotidan xalqning taqdirini, kelgusi avlodlar taqdirini ustun qo'yganlar bu partiyaga birlashib kelyapti. Birlashganda ham 22 minglab imzolar topshirildi. Vaholanki 100 mingga qadar imzolar to'plangan edi. Bu organlar tortib oldi, yo'q qilib tashadi va hokazo. Shuning uchun aytayaptiki, yana bitta yo'lni sinab ko'rish kerak. Boshqa odam partiya tashkil qilsa, qani haqiqiy partiya tashkil qilaman, haqiqiy maydonga chiqsinchi, ko'raylikchi, haqiqiy. Lekin muxolifat niqobini kiyib emas. Mana shu 6 yilda necha marta hukumat muxolifat partiya tashkil qilmoqchi bo'ldim niqobida. Muxolifat niqobidakin biz maydonda turganimiz uchun tashkil qilolmay kelyapti. Mana bizning, yana aytaman, Londonda bosh maqsadimiz, bosh mafkuramiz, bosh g'oyamiz partiyani ro'yxatdan o'tkazib, saylovlarga kirib, saylovni halol, raqobatli, shaffofligini erishib, ta'minlab, saylovchilarga tanlab saylash huquqini berib ta'minlash orqali hokimiyatga kelish. Hokimiyatda haqiqatdan ham amalda, qonunlarda, kitoblardagida emas, amalda hokimiyat taqsimlangan bo'lish kerak. Qonun chiqaruvchi hokimiyat mustaqil, ijroiy hokimiyat mustaqil, sud hokimiyati mustaqil. Bular bir-birini nazorat qilish kerak, tiyib turish kerak. Mana shunday davlatchilikni barpo qilishimiz kerak. Yakka hokimlik faoliyatiga, hozirgi avtoritar rejimga chek qo'yish, faoliyatini tugatish, nuqta qo'yish qonuniy yo'l bilan. Mana biz partiyaning maqsadi. Qani shu yo'lda u ijtimoiy tarmoqlarda nazariy jihatdan jamoatchilikka fikr berayotgan yaxshi bu tomon. Bularning birortasi bizning tarkimizga kelib qo'shila olmaydi, yuragi dov bermaydi, joni shirin ulardi, qo'rqadi. Bu akay degan taxallusli bo'lsa, boshqa odam partiya tashkil qilsa,
Partiyani tashkil qilish nimaga borib taqalayapti? Xalqning shu partiyaga birlashib imzo berishiga. Qani xalq 300 ming, 500 ming, 1 million bo'lib birlashib imzo bersinchi, shu hukumat dosh beriladimi? Bu partiyaning yo'liga to'g'anoq bo'ladimi? Qani biz Andijonga borib imzo yiqqanmiz. Ma bu akay taqallusi bilan. Qani o'sha biz borganda chiqqanmi, oldimizga kelganmi? Bitta imzo berganmi? Shuning uchun har xil bu gruppaga har xil kiradi. Ya'ni men aytib qo'yayim. Bizni 6 yildan buyon hukumat yo'ldan olib tashlay kelyapti. Bundan keyin ham olib tashlayolmaydi. Va har xil yo'llarini qilyapti. Bizni yo'ldan olib tashlashdan, hatto tashqarida so'nggi vaqtdagi siyosiy harakatlar mumkin bizga qarshi qaratilgan bo'lishi ham mumkin degan fikrlarga ham kelganmiz. O'sha bizni yo'ldan olib tashlash uchun. Yo'q, bizni yo'ldan olib tashlayolmaydi. To'g'ri yozyapti, faol. Taklif ham qilib ko'rganmiz deb. Yo'q, taklifni eshitishga ham qo'rqadi. Yana aytaman, taklif qilib nima? Biz to'y qilyapmizmi? Osh tarqatyapmizmi? Shunga keling endi bizga bir iltifot ko'rsatib, bizni to'yimizga kelib bir ko'rinish bering deyishimiz kerakmi? Chiroyli gapirish hamma gapiradi. Chetda ham o'tirib gapirib yotibdan emas. Qani? Qani mamlakat ichkarisida, qani birortasi qani bunday chiqib, qani harakat qilsin yoki bizni oldimizga, yonimizga kela olsin. Xo'p, aytishadi. Domlalarning yonidagilar yoshi katta. Yo'q, yoshlar ham bor. Bir xil chetga borib xavfsiz joyda o'tirib olgan. Mamlakatdan chiqib ketib. Domlalarning yonidagilar yoshi qari yoki savodsiz yoki bu. Yonimda o'tirganlar mamlakatingning hamma akademikidan ustun biz uchun. Men bosh egaman. Bu yoshi ulug'larga ham, yoshi kichiklarga ham. Kimga kerak? Xalqqa nafi tegmaydigan ilmni kimga kerak? U yozilayotgan kitob, she'rlarni. Ha, bular amalda mana maydonda turib kelyapti. Jonini tikib kelyapti. Nafaqat mol mulkini. Bir xillar borib, o'sha mamlakatdan chiqib ketib, qochib. O'zi arzimas yoshga borgan. Kirgan bo'lsa 30-35 yosh, o'sha yerdan turib, domlalarning yonidagi qariya, savodsiz, bu quloq, men bu aytayotganlar quloq. O'sha chetga chiqib ham men shu hukumat foydasiga ishlayapsan senlar. Ayrimlaring, bilaman ko'pingni. Partiyaga mana shu qarimi, ayolmi, yoshmi, sen aytayotgan hammasi bilimli. O'sha yig'il atrofimizdagi hammasi oliy ma'lumotli. Tarkibida dotsenti ham bor. Fan doktori ham bor. Qolaversa partiya ro'yxatdan o'tadi, kamida 20 ming shu partiyaga birlashishni istovchilar bilan. Ularning tarkibida nihoyatda dona, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy bilimi chuqur mutaxassislar so'zsiz bo'ladi oxiri. Ana o'shalardan kamida 20 ming yoki 100 ming yoki 500 mingga birlashib ro'yxatdan o'tganda nima 150 ta deputat chiqmaydimi? Bilimli, pok, xalqiga, vataniga haqiqatdan xizmat qilaman degan pok insonlar chiqmaydimi deb o'ylaysizlarmi? Shuning uchun bu yerga men hamma vaqt aytaman, nomsiz kirib maslahat berib taklif berishdan oldin nomingni ko'rsat, ismi sharifingni yoz. Qo'rqoqmisan, nima qilasan har xil taklif, tavsiyani gapirib? Yana aytaman, sen aytayotgan o'sha siyosatshunosmi, iqtisodchimi, sobiq deputatmi, boshqami okasi kelolmaydi bizni oldimizga. Joni shirin ularga. Qo'rqadi.
va gapirishda ham o'zlari uchun o'zlari qizil chiziq qo'yib olgan. O'sha chiziqqacha gapira oladi. Daraxtni shoxini, barigini gapiradi. Tomirini gapira olmaydi. Ha endi muxolifat masalasi, muxolifat amaldagi hukumatning vazifalaridan bittasi asosli tanqid qilish, dalillar bilan xalqqa ko'rsatib berish. Bu hukumat sen o'ylagan hukumat emas, senga xizmat qilayotgani yo'q. Mana bu korrupsioner hukumat deb dalillar, asoslar bilan ko'rsatib beradi. Sen ishonadigan hukumat emas bu. Sen hurmat qiladigan hukumat emas bu. Millatning, xalqning manfaati yo'lida xizmat qilishdan ko'ra o'zining tor manfaati yo'lini ustun qo'yadigan hukumat bu deb ko'rsatib beradi. Shuning uchun yana qanaqa yo'li bor? Bu nima degani? Qanaqa yo'li bor? Biz hamma yo'lni qilib kelyapmiz. Bittaga taqalgan. Mana biz tashabbuskorlar bormi? Bor. Ertaga 500 kishi ko'rinamiz. Biror bir katta hovlida. Mana biz tashabbuskorlar deymiz. Bor. Tashkiliy qo'mita tuzayapmizmi? Tuzayapmiz qonunda bajarib. Siz o'tkazayapmizmi? O'tkazayapmiz. Partiyaning dasturini, nizomlarini 2 martadan tasdiqladikmi? 2 ta sizni tasdiqladik. Rahbar organlarni sayladikmi? Sayladik. Nima ish qoldi? Imzo qoldi. Xalqning imzo bilan birlashsa, qarorlarimizni qilib, nizom dasturlarimizni Adliya vazirligiga topshirish. Ana endi shu imzo yo'lida biz tashqarida qochib chiqib ketib, meni atrofimdagini yoshi qarri shulardan parlament chiqami deyotganlar. Yo'q. Mana biz har bir viloyatga mana shu qariyalar, sanlar aytayotgan mana shu ayol qariyalar bitta tola sochiga arzimaysan ko'ping. Mana aytib qo'yay. Professoringdan ham, akademigingdan ham, xalq yozuvchingdan ham, xalq shoiringdan ham biz uchun ustun bu ayollar. Bu yoshi katta sen aytayotganda garchi bular olim insonlar. Sen aytayotgan ayollarni hammasi pedagog ayollar. Bu yog'i Qoraqalpog'istongacha, bu yog'i Tojikiston chegarasi Surxondaryoni Sarasiya uzun tumanlarigacha bordiki, hammangning shu xalqning yashaydigan joyiga hovlisiga qadar bordi. Kelinglar birlashinglar deb. Yo'q. Bir imzoga xo'jayinlik qila olmaydi. Bir imzoni sizning egasi bo'lmagan odam odammi? O'z imzosini xo'jayini bo'lmagan odam odammi? O'zini odam hisoblaydimi? Mana Tataristonda 8 ta nafar vatandoshlarimiz vafot etdi. O'ldi. Avvalo ularni joyi jannatdan bo'lsin. Oxirati obod bo'lsin. Havzi Kavsar suvlarini ichib yurish ularga nasib etsin. Lekin nima uchun o'ldi ular? Nima? Zulmga qarshi kurashib o'ldimi? Adolatsizlikka qarshi kurashib shu yo'lda o'ldimi? Nimaga qarshi kurashdi? O'z haq-huquqi uchun kurashib qurbon bo'ldimi? Ota-onasi qoldi yig'lab, bolalari qoldi. Tushunamiz. Lekin nima uchun qurib o'ldi ular? Non qidirib borib, ish qidirib borib o'lib ketdi. Ya'ni ish qidirib borib, non topaman, uyimga pul yuboraman deb o'lib ketdi. Ya'ni qorni uchun o'ldi. Adolatsizlikka qarshi kurashib o'lmadi-yu. Zulmga qarshi kurashib o'lmadi-yu. Sha'ni, or nomus, qadr qimmati uchun kurashib vafot etib o'lmadi-yu. Ish qidirib bordi, non topaman dedi va mana unday dron tufayli o'ldi. Qancha o'layapsizlar? Mana qaysi bir yili qancha avtobusga yonib ketdilaring?
qanchalaring urushlarga turmaga tushib majbur Ukrainaga qarshi qo'liga qurol berib jo'natyapti, o'sha yerga o'lib ketyapsizlar, ko'plaring. Mayitlaring qolib ketyapti, chirib qolib ketyapti. Qanday yovvoyi hayvonlarga yem bo'lib ketyapti. To'proqqa qorishib, qabrsiz, nom nishonsiz o'lib ketyapsan o'sha yerlarga. Turmalarga tushib, nom nishonsiz qolib ketyapsan o'sha yerlarga. Lekin kel, shu vatanga birlashaylik partiyaga. Bir imzo, bitta imzong bilan birlashsak shu yurtda qisqa vaqtda yuqori daromad beradigan ishlarni ta'minlaydigan ish o'rinlari yaratamiz. Qiyin emas ish o'rinlari yaratish deyapmiz. Yo'q, birlashmaysan, imzo berishdan qo'rqasan. Xorijga borib turmaga tushishdan qo'rqmaysan. Dronlar tagida yonib o'lib ketishdan qo'rqmaysan. Turmadan chiqarib senlarni Ukrainaga qo'lingga qurol berib Ukraina xalqiga qarshi otasan deyishdan borishdan qo'rqmaysan. O'sha yerda o'lib ketishdan qo'rqmaysan. Mayiting nom nishonisiz qolib ketishdan qo'rqmaysan. Qabrsiz nom nishonisiz bo'lishdan qo'rqmaysan. Mamlakat ichkarisida qashshoqlikdan qo'rqmaysan, ishsizlikdan qo'rqmaysan. Zulm zo'ravonlikdan qo'rqmaysan. Lekin bitta o'zingning imzonga berishdan qo'rqasan. O'z imzongni xo'jayini bo'lishdan qo'rqasan. Qanaqa odamsan? Aka, birlash mana shu yerga. Ish o'rinlari yaratishga barcha imkoniyatlar bor, barcha manbalar bor. Qisqa vaqtda shu O'zbekistonda hamma uchun yuqori ish haqi bilan ta'minlanadigan ish o'rinlarini yaratish qiyin emas. Lekin senlar birlashishga qo'rqasan. Yana bu yerga chiqib olib, nomingni yashirib, yozolmasdan aql o'rgatasan. Yana aytasan, taklif bersa darrov odamning o'ziga, "Xo'p, taklif beruvchi mas'uliyat ham olginda. Nega hamma ishni bizga yuklaysan?" Bir tomondan aytib turasan, domlalarning yonidagilar bu qariyalardi. Ikkinchi tomondan sen yoshlar. Yana ishni shu qariyalarga sen aytmasang ham, sen aytayotgan qariyalar senday yoshlarning har biri 1000 tangdan afzal. 1000 tangdan qo'shganda ham bularning jasoratini 1% ga ham tenglasha olmaysan. Ayrim yoshlaring chetga chiqib olib, bekinib o'sha qaysidir xavfsiz joyda o'tirib vaz aytasan. Aka, bitta ish qil. Sen aytayotgan nomini keltirayotgan sobiq deputating, siyosatshunosing, iqtisodsing ham birortasi kelib qo'shila olmaydi. Bilim ko'pchilikda bor. Bu bilim amalda qo'llanmagan kimga kerak? O'sha o'zining ilmiga, bilmiga amal qilmasa, qo'llamasa kimga kerak u? Nima naf unda?